Assalamu alaykum hörmətli dostlar, mənglarni kimish vaqtыңlar xeyirlik bolsun. Sifət tekshirishni avtomatlashtirish dərsimizdenki yangi qismiga xush kelibsizlar. Bugungi dərsimiz bolsa, meyvə haqida dastlabki savatlarni so'zlab o'tamiz. Hamda Maven degan nima degan vaqtida Maven mushu Java projektlarini hosil qilish jarayonlarini avtomatlashtirish, mushu Java projektlarini boshqarish, ya'ni project management deymiz. Shu jarayonlarni qilish uchun mushu Apache Maven deganni ishlatamiz. Hamda bu Maven degan mushu project object model degan mushu konsept ne asas qilgan holda tuzilgan bo'lib, ya'ni buni POM deymiz. Biz mushu Maven orqali bizningki mushu projektlarimizni hosil qilish, ya'ni build deymiz. Mushu jarayonlarni ondan report berish, ya'ni doklad berish jarayonlari va har xil mushu hujjatlarni documentation deymiz. Shularni tayyorlash jarayonlarga mushu Maven orqali qilsak bo'ldi. Biz mushu orqali mushu build, reporting, documentation degan mushu jarayonlarni Maven orqali biz qila olamiz. Hamda biz mushu Maven orqali projektningki har xil tangshashlari deymiz. Tangshaklar bo'lsin yoki buningki configuration deymiz. İngilizce shu jarayonlarni biz XML fayli, ya'ni POM degan bir hujjat bor, pom.xml degan. Biz mushu orqali projektningki configuration jarayonlarini pom.xml orqali qilamiz va bu orqali biz projektningki har xil jarayonlarni Maven orqali boshqarib ketalaymiz. Hamda bu Maven orqali biz yana test driven development deymiz. Hamda shu TDD degan shu orqali shu projektlarni, shu frameworklarni quralaymiz. Biz yana mushu har xil plugin, ya'ni qistirmalarni qo'shish orqali biz bu projektimizga ko'plagan sirtki tayyor narsalarni akirish orqali projektimizni texmi yaxshi qila olamiz va bu orqali projektningki CI/CD deymiz, continuous integration, continuous development jarayonlarni osonlashtira olamiz. Bu hamda Maven'ninki asosiy ishiltish usullari. Hamda biz Maven orqali bayam so'zlab o'tgandek builds, ya'ni Maven'ni hosil qilish, documentation, ondan keyin reporting, doklad berish, ondan dependencies, ya'ni mushu Java projektimizga sirtdan yoki ichidan har xil dependency, ya'ni sirtki jar hujjatlarni qo'shish orqali o'zimiz tayyor frameworklarni ishlatish yoki API'larni ishlatalaymiz. Hamda buni jarni bevosita kompyuterga tushirib qo'shishdan bakrak mushu dependency orqali biz sirtdagi hujjatlarni bevosita ishlatalaymiz. Source control management deydi, ya'ni Git, GitHub degandek narsalarni qila olamiz. Undan release, distribution degandek narsalarni, undan mavu ilxat yo'llash degandek mush jarayonlarni biz mushu Maven orqali qila olamiz. Maven'da project object module deymiz, ya'ni POM. Mushu orqali o'zimizningki butun hujjatningki tangshaklari, ya'ni configurationlarni mushu Maven orqali qila olamiz. Maven'ninki mushu projektningki qurilishiga qaraydigan bo'lsak, tur qurilishiga qaraydigan bo'lsak, Maven'da bir projektning ismi bo'ldi. Ismidan keyin bu yerda src target pom.xml degan 3 xil hujjat bor. srcning ichida nima bor deganda main bilan test deydigan 2 hujjat xolisi bor. Hamda mainda asosliqi shu projektga munosabatlik, turga munosabatlik har xil kodlar yoki projektga munosabatlik har xil materiallar, resources, masalan Excel hujjatlar bo'lsin yoki database'ningki hujjatlari yoki API'ning JSON hujjatlari bo'lsin, shular srcning ichidagi mainning ichida Java resources deb 2 folderning ichida bo'ldi, ya'ni hujjat xolisining ichida bo'ldi. Hamda maindan boshqa test bor. Hamda bu test projektni sinash uchun ishlatiladigan kodlarni testninki ichida yozamiz. Bu balkim bizningki hozir o'rganayotgan Selenium'ninki kodlar bo'lsin yoki
unit test deymiz. Developerlar öz yazılgan kichik bir özününki funksiyasını tekşürüş üçün yazılgan unit testler bolsun. Muşlar testning içinde boldu. Yani bu testning içinde Java resources deb iki hüccət xaltısı var. Müşədə Java'nın içinde kodlar, resources'ның içinde hər xil materiallar boldu. Əmdə target degəndə projectni build qılğandan keyin asıl bolğan projektə dair uçurlar targetning içinde boldu. POM XML'ның içinde bolsa hər xil projektə dair ismi, dependencies, ondan plugin yani qısturmalar veya ki build hasıl qilishga dair kodlar POM XML'ның içinde buldu. Əmdi POM ücreti qarab baxılğan bolsa, POM ücretinin içinde dependencies buldu. Yani dependencies bir hesabda sırtdan əgirilgan bir jar ücreti. Biz jar ücretini kompüter düşəməy, sırtdan yani remote bir yerden əgilib, remote repository'ga oxşaş, sırtdan əgirib şunu işiltib qılımız. Yani bevasitə biz tordan düşürüşümüzün haceti yok. Biz şu dependencies'ni əgirib qoysaq, özü avtomatik düşürdü. Build settings'də projektimizni hasıl qilish üçün, build qilish üçün lazımlıq hər xil uçurlar müşədə yer aldı. Məsələn, hər xil directories deydi, extensions, resources, reporting, plugin degəndək. Yəni, doklad beriş, hər xil qısturmalar, materiallar degəndək. Ondan build environment'da bizninki projektimizni asıl qilish üçün lazımlıq bolğan muhitni build environment arqılı qılalayımız. Yani bununda environment'ninki, yani muhitninki uçurları, Maven'ninki nəşri degəndək, profiles degəndəklərini qılalayımız. Maven'ni kompüter qanda qaçılayımız degen çağda bir yerdə alma kompüter bilen, yani MacBook Pro yoki iMac bolsun, bularga qaçılaş usulü bilen Mavu Windows kompüterler qaçılaş usulü oxşamaydı. Hem de alma kompüter qanda qaçılayımız degende alma kompüterlerde Homebrew dep nersi var. Homebrew package management deydi. Muşu Homebrew arqılıq biz Maven'ni düşürələyimiz. Hem de Homebrew'ni aval düşürüşümüz gerek. Torbete kirib https /brew.hs kirdiğen bolsaq, avu manda bir kodu çıxıdı. Təyə icra qıldığan buyruqni işləsək boldu. Anlıqkin biz Maven Homebrew'ni qaçılab bolğan için brew degen buyruq arqılıq brew install Maven deb Maven'ni install qılımız, yəni qaçılayımız kompüterga. Kompüter qaçılab bolğandan keyin biz Maven'ninki müşü muhit qimmatlarini qılmış. Yani vim space.bash profile qilish arqılıq bu profile bash profile'ni içib ki Maven'ninki o'rnini müşədə bekitib ötsək boldu. Yoki yana bir usul qanday degan vaqtida Maven'ninki Apache Maven'ninki özününki torbetiga kirib, özünün torbetidan mavu üstüde bergen adresdeki torbet kirsanglar, yani aslidagi yana uçurtisizlar, onun da branch'ini düşürüb binary tar gz archive degende düşəsanglar boldu. Şunu düşürüb, aniki yeş bolğandan keyin bunu yeşdə özüңlər qol bilan yazsanglar boldu yoki tar degen buyruq arqılıq yeşib düşəgən Maven ücretini, müşü Maven'ni düşəgən yerdəki adresini elib, məsələn downloads düşkən bolsa downloads'dan bunu app bash profile'ni müşü arqılıq yana bekitib alsanglar boldu. Bash profile'ni qılıb bolğan ki Maven version deb yazsaq, Maven boşluq, ondan bir sızıq version deb yazsaq, müşü Maven'ninki qaçılanmağanlıq qançıncı version ikəlikimizni biz müşədə görələyimiz. Əmdi Maven'ni Windows düşürüş üçün yana oxşaş bayamqı jarayanını qılsılar. Bir yerdə binary tar degəndə qısanlan boldu yoki zip degəndə qısanlan boldu. Şunu düşürüb bolğandan keyin ondan keyin Windows'da environment variables spektrga yaba, yani kompüterninki my desktop degen mening kompüterim deganni mouse'un 10 knopkası bilan qilib, xasligi kirib, xasligidan system properties kirib, u yerda advanced kirib, advanced arqılıq Maven home'ni, yani Maven'ninki o'rnini bir şeyde bekitish arqılıq bu yerdagi
muhit qimmatini bir şeyden qila olamiz. Ya'ni environment variables deganni mushu mevin mush jarayon orqali qila olamiz. Endi bu jarayonni qila olmay qolsanglar, rasm orqali YouTube'dan izlab, qachilab qilsanglar bo'ldi. Men endi bir-birlab qachilab ko'rsatmay, ba'zi narsalarni o'zligimizdan o'rganib qilsak yaxshi o'rgana olamiz. Shunga agar materiallarni o'rganib rasmdan qila olmay qolsanglar, YouTube'ni, Maven'ni qachilash usullarini tepib, Windows yoki Mac'ni shu orqali bir-birlab qilsanglar, qachilab o'ssanglar bo'ldi. Mana ma'mi mushu Maven'ninki muhit qimmatini bekitish usullarininki jarayonlardan birisi. Ben degandek qila olmay qolsanglar, YouTube'dan izlash orqali buni ko'rsanglar bo'ldi. Undaqda biz endi mush Eclipse'da Maven projectni qanday quramiz, shuningga bir qarab baqaylik. Eclipse'ni ochgandan keyin biz avval oldingi darsimizda ishlatgan kodlarning hammasini close all qilib o'chirib o'taylik. O'chirib o'tib, Maven projectdan birini quraylik. Maven projectni qanday quramiz deganda, Eclipse'ni ochgandan keyin eng ustida file deb filening ichida new deganga kiramiz. New deganga kirib, eng ostida other, ya'ni boshqalar degan mush ko'rinish ochildi. Mishani basımız. Bir yana basqandan keyin bu yerda mavo shakldagi hujjat ochildi. Siz Java project quramsiz yoki Maven project quramsiz degandek. Biz bu yerda Maven deganni ichib, bu yerda Maven project deganni basimiz. Maven projectni besib next qilamiz. Next qilsak manda bir tanlash ochildi. Bu yerda create a simple project deb ma'ni tanlab qo'ysak bo'ldi. Andan keyin next qilamiz. Hamda bu yerda group ID, andan keyin artifact ID deb. Hamda group ID qanday bo'ldi deganda, normalda group ID mushu shirkatninki torbat ismi, andan projectning ismi bo'ldi. Ya'ni shirkatning torbat ismi, masalan, bizniki Uyg'ur IT mushu YouTube kanalinikin desak, bizniki Uyg'ur chekit dev degan torbatimiz bor. Shuningga misol keltirsak, dev chekit Uyg'ur ma bo'ldi. Anandan keyin bu yerni bo'lgandan keyin bu yerga project ismi yozildi. Mush shirkatlarga kirsanglar, shirkatlarda projectninki group ID'si shunday bo'ldi. Hamda artifact ID'si, ya'ni artifact ID'si mushu projectninki ismi bo'ldi. Masalan, bu yerga men Maven project deb yozay. Bu Maven project deganni yozib bo'lgandan keyin bu yerda finish deganni bosaman. Finish deganni bossam bo'ldi. Yani ismini o'zgartay, Maven project deb quray. Qilib finish deganni bosaman. Finish deganni besib qarsam mana manda bir yangi projectdan biri qurildi. Buni qaraydigansak, bayan biz ko'rgandek mushu main andan keyin test deb ikki hujjat bor. Yani src andan keyin target pom xml. Endi bu yerda src'ning ichida main Java, main src main resources, src test Java, src test resources deydigandek shu hujjat xaltalari bor. Ondan keyin targetda shu projectni build qilgandan keyin project uchurlar shu targetning ichida bo'ldi. Bu yerdagi src'da source, ya'ni har xil hujjatlari shu src deganninki ichida bo'ldi. Hamda pom xml qaraydigansak, pom xmlda mana project bilan boshlangan, undan keyin xml shu Mavenninki uchurlari, undan nashri, group bayan biz bergan group ID, artifact ID, versions deganlar mishada bor. Hamda biz keyingi darslarimizda bo'lsa, bu yerda har xil dependencies, andan keyin plugins, build qatorliq, configuration qatorliq har xil mushu ishlarni mushu Mavenninki ichida qilamiz. Endi bu yerda biz qandaq hujjat quramiz degan chog'da bu yerda mousening o'ng knopkasini akilib, biz bu yerdan new qilib bu yerga package qursak bo'ldi. Agar testga doir ishlarni qilib qolsak, shunday qilamiz. Agar mushu projectga munosabatli ishlar bo'lib qolsa, biz bu yerda mainning ichida Java'ning ichiga qursak bo'ldi. Masalan, men bu yerda testning ichiga yangi bir package quray. Package qurib, bu yerga bayamqi men degan dev chekit Uyg'ur
dot Maven deb bu yerga Maven deb bir package'dan birini quray. Bu yerga bir package qurdim. Endi bu package'ning ichiga men yana bir package quray. Maven Checkit, masalan bu yerga test istab test package'dan birini quray. Test package'ni qurib bo'lgandan keyin bu yerga masalan yangidan package'dan birini qura olamiz. Masalan pages deb shu package'dan yana birini qura olamiz. Ondan keyin utilities deb utilities qilib yana bir package'dan birini qura olamiz. Bu package'ni hozir xato qurib oldim. Package'ni qurib bo'lgandan keyin ichiga biz Java classlarni qursak bo'ldi. Men bu yerga qaytadan package'dan birini quray. Dev checkit, Uyg'ur checkit, Maven checkit, utilities deb yozdim. Yazib bo'lgandan keyin bu yerga qilamiz. Masalan, utilitiesning ichida biz oldingi darslarimizda shu ishlatgan driver dan birini bu yerga qursak bo'ldi. Masalan, class qilib bu yerga driver deb yangidan bir classdan birini olsak, bu yerga shu driver degan klassimiz misha qurildi. Testning ichiga yangi bir test qura olamizda. Masalan, bu yerga testning ichiga Google test deb bir testdan birini qura olamiz. Ondan keyin Maven Checkit pages deganning ichida nima bo'ldi deganda biz keyin shu page object module deganni o'rganib o'tamiz. Shu vaqtida shu har xil badga doir har xil elementlarni mishada saqlaymiz. Mishada saqlab, andan keyin biz shuni chaqiramiz. Masalan, bu yerga login page qilib yana bir classdan birini qursak bo'ldi. Endi biz asta-asta shu automation frameworkni qanday qurdik, qaysi jarayonlar bo'ldi, undan keyin qaysi hujjat xaltalari, qaysi dependencies-lar, qaysi texnikalarni ishlatamiz, qaysi framework, ya'ni shu automationda, ya'ni sinoq avtomatlashtirishda har xil frameworklar, ya'ni qurilmalar biz shu qurilmalarni bir-birlab o'rganib o'tamiz. Ya'ni bu frameworklar masalan behavior driven development, test driven development degandek, ondan ATDD deydigandek har xil shu frameworklar bor. Biz shu frameworklarga ko'rib, shu framework degan nima, qanday qurildi, shu jarayonlarni biz bir-birlab o'rganib o'tamiz. Undaqda bugungi darsimiz mushakkachi bo'lsin. Keyingi darslarda biz yangi narsalarni o'rganib o'tamiz. Undaqda hammanglar keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.